Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bir kup ibretli kıssalar zikir eder. Kişiler şu kıssalarını okup onlar bilen vaazlansınlar için, onlarga ışansınlar için, onlarga iman getirsinler için, hem özlerine ders alsınlar için. Bugün de cümle hutbemde inşallah Kur'an-ı Kerim'de zikir etilgen Adam aleyhisselam'ın iki malayı turunda bulgan kıssani söylep gitmekçi bulan. Hem şu kıssadan bir neçe faydani da aytib o'tmoqchi bulan. Maide surasida Allah subhanahu ve taala Adam aleyhisselam'ın iki malayı turunda kıssani zikir eder. Allah Teala aytadi: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. 27. ayetinde Allah Teala aytadi: Sen ey Muhammed söyle, ey Adam balalarına, kişilerge söyle, Adam aleyhisselam'ın iki malayı turunda bulgan kıssani. Hem şu kıssani söylegen vakitte haklık bilen, dürüstlük bilen, yalgan kuşup tugul, belki nişik kilgen şu ravişe dürüst etip söylep bir degen. Hem şu iki malayga Allah subhanahu wa ta'ala emir ite kurban getirgen. Hem de indi türlü rivayetlerde getirilgen şey Allah subhanahu wa ta'ala şu Adam aleyhisselam'ın iki malayına kurban etirge, kurban şolarda hem kurban verirge emir ite. Bazı rivayetlerde getirilgen şey bir malayı Allah subhanahu wa ta'ala'ga yani Adam aleyhisselam'ın malayı Allah Teala'ga kurban ite en naşar bulgan rızıklardan. En naşarlarını soylap ala da hem bu Allah Teala rizalığı için dip şunu tapşırar. İkinci malayı Allah Teala'dan korkan bende, takvalı bulgan bende en yaxşısını soylap ala da şu en yaxşısından Allah subhanahu wa ta'ala'ga kurban ite. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala tigi takva bendenikin kabul ite kurbanlığını. Çünkü o yaxşısından kurban itken. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Atigi naşarından kurban itkenin Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala kabul etmegen. Hem elikkili kavimlerde Allah subhanahu wa ta'ala bilgili bir amelinin kabul etilgen mi yok mu ikenligin beyan ite turgan bo'lgan, anglata turgan bo'lgan, kishilarga mo'jiza ko'rsata turgan bo'lgan. Qolbi qavmlarga misol uchun Allah subhanahu wa ta'ala o't jibarib şu kabul etken narsani olib keta turgan bo'lgan. Ya'ni shu o't yuqqa chiqara turgan bo'lgan, ham shunday ettirib şu amal g'ibodatning esa şu qurbonning, şu sadaqaning qabul etilganligini ko'rsata turgan g'alamat bo'lgan. Bunda da Allahu a'lam Allah Teala ningidir g'alamat ko'rsata. Ham şu iki malay Adam aleyhisselamning iki malayı only birisiniki kabul etilgan kurbanlığı, ikincisinin kurbanlığı kabul etilmegen. Şu şartta kurbanı kabul etilmegen malay mesele beyte. Qala la aqtulannak. Min seni öldürecekmin dedi. Min seni öldürecekmin dedi. Hem tege ikinci malay qala innema yetaqabbalullahu minel muttaqin. O aytan mesele dürüstlükte Allah subhanahu wa ta'ala kabul itibarıtik takva bendelerinikin gine. Kim bütün şartın dürüst etip ötegen Allah Teala'ga takvalık ko'rsatgan, ihlaslık ko'rsatgan mana şunu qilganda Allah Teala kabul eter. Senin kurbanlığını Allah Teala kabul etmeyinge benim ninde gaybim var. Nega sen meni o'tirga tiliysin? Men bir gaybimda tugul. Men kurban ettim, Allah Teala menikin kabul etti. Sen kurban ettin, senikin Allah Teala kabul etmedi. Ne için son meni o'tirga kerak bunday shartda? Mening bir ninde gaybim da yok deb. Hem şunda şu malay takva bulgan malay Allah Adam aleyhisselam'ın ayta la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basiti yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Agar da sen meni o'tirga deb qo'limni so'zsam, men seni o'tirga deb qo'limni so'zmayashaqman. Sen menga nasharlik ishlarga tilasan da, sen meni o'tirga tilasan da, men seni o'tirmayashaq. Sana nasharlik ishlarga hatto qo'limni da ko'tarmayashaqman deb.
Синнән куркып түгел. Мин көчсез, зәгыйф булганга түгел. Бәлки инни ахафуллаһ раббул аламин. Дөреслектә мин галәмнәрнең Раббысы Аллаһ Тәгаләдән куркам. Шуңа күрә мин сиңа каршы кул күтәрмәячәкмен. Син начарлык белән миңа телисең, эшләргә начарлык эшләргә, ләкин мин сиңа начарлык белән җавап бирмәячәкмен. Синнән куркып түгел. Галәмнәрнең Раббысы булган, бөек булган, улуг булган Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән куркып. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Мин телим әгәр дә син мине үтерәсең икән. Син бит минем гөнаһларым белән, үзеңнең гөнаһларың белән, Аллаһ Тәгаләгә кайтачаксың һәм җәһәннәм утында булачаксың. ذلك جزاء الظالمين. Кешеләргә зулым китерүчеләрнең җәзасы шундый булыр. Кешеләргә зулым китерүче кешеләрнең җәзасы җәһәннәм уты булыр. Һәм алар шунда калачаклар. Ләкин тәкъвалыгы булмаган, хәсрәткә төшкән Адам алейхиссаламның икенче малае шушы тәкъва бәндәне тыңламый. Көннәрдән бер көнне ул аны үтерә. Ул аны үтерә дә һәм шушы үтерү белән хәсрәткә төшә. فطوى له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Һәм аның нәфсе шушы малайны, үзенең кардәшен, үзенең туган абыйсын үтергә мәҗбүр итәрде диде. Аның нәфсе. Һәм ул хәсрәтләргә төшүчеләрдән булды. Монда да теге җомгадагы кебек кеше үзенең сөйләгән әйбет туймас нәфсе турында. Монда да кеше үзенең нәфсесе артыннан иярә. Бер гаепсезгә. Бер начарлык эшләмәгән кешене Аллаһ Тәгалә каршында тәкъва булган бәндәне үтерә шушы кеше. Һәм җитмәсә өстәвенә ул аның туганнан туган кардәше, абыйсы, үзенең абыйсын үтерә. فأصبح من الخاسرين. Һәм шушы үтерү белән ул хәсрәткә төшүчеләрдән була. Шушы дөньяда да хәсрәткә төшә. Һәм ахирәттә дә хәсрәткә төшә шушы зур куркыныч гөнаһны эшләү сәбәпле. Һәм без аңларга тиешбез. Кеше икенче бер кешене хаксызга үтерә икән, ул әлбәттә хәсрәткә төшәчәк. Ул аны үтерүгә үк хәсрәткә төшәчәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең газабы шушы дөньяда да төшә һәм ахирәттә дә төшә. Шушы дөньяда төшмәй икән, ул ахирәттә аңа күбәйтелгән дәрәҗәдә төшү бик ихтимал. Хәзер ул үзенең абыйсын үтерде. Каршында үзенең абыйсының мәете ята. Моны нәрсә эшләтергә? Чөнки әле аңа кадәр кеше үтерелгәне булмаган, мәет булмаган. Шушы мәет белән нәрсә эшләргә? Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җибәрә аңа бер карганы. Шушы карга Шөкер казый да икенче бер үлгән карганы күмеп куя шушы шөкергә. Һәм шунда теге залим булган, зулым итүче кеше үтерүче нәрсәдә, мин шушы карга хәтле дә булдыра алмыйм икән. Карга белде, мәет белән нәрсә эшләргә икәнлеген. Мин белмәдем шуны да дип. Һәм Шөкер казый да үзенең абыйсын шунда җибәреп куя һәм үкенүчеләрдән була. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр, ул үкенә абыйсын үтергәне өчен дип. Кайбер галимнәр әйтәләр, ул үкенә абыйсын үтергәне өчен түгел, бәлки шушы карга хәтле дә белеме булмау сәбәпле. Карга хәтле дә карганың башына килгән күмеп куярга, аның башына да килмәгән, менә шушыны күреп, шушыны тойып, ул шушыга үкенгән дип кайбер галимнәр аңладылар. Ләкин ничек кенә булмасын, берәү хаксызга икенче берәүне үтерә икән, ул әлбәттә хәсрәткә төшәчәк, ул әлбәттә үкенешкә төшәчәк. Һәм үкенәчәк шушы гамәл өчен, ләкин инде соң булачак. Артка юл булмаячак. Иллә дә мәгәр ул әлбәттә тәүбә итә һәм шушы дөньяда җәзасын ала икән тиешле. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фабә'әсә Аллаһу ғурабан йәбхәсу фил арди лиюрияһу кайфа ювари сау'ата ахиһ. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين." Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аңа карга җибәрә. Һәм шушы карга җирне казып, үзенең үлгән икенче бер карганы күмеп куя.
Һәм шушы кешегә күрсәтә, залим булган кешегә күрсәтә, мәйетләр белән нәрсә эшләргә кирәклеген. Кала я вайлата. Һәм шунда теге Адам алейһиссаламның малае үкенә һәм әйтә: "Ир кайгы һәм хәсрәт миңа. Мин шушы карга хаклы да булмадым." Һәм үзенең абыйсының гәүдәсен, тәнен җирләп куя. Фа асбаха минан надимин. Һәм хәсрәткә төшүчеләрдән, үкенүчеләрдән була. Менә бу хөрмәтле җәмәгать кыскача гына Allah subhanahu wa ta'ala bizga bayon etgan birinchi o'tiruvning qissasi. Ham olimlar aytadilar, ham hadisda da keltirlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, yer yuzida ningina o'tiruv bo'lmasin. Aning bir ulushi mana shu yigitga tushashak. O'zining obisin o'tirgan. Ham yer yuzida eng birinchi o'tiruv gunohin ishlagan kishiga bir ulushi tushashak degan. Shunga boshqa bir hadisda da payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, agarda birov nosharlikqa yo'l ko'rsata ekan, anga shu nosharlikdan borishlarning gunohlari kemamagan holda anga da gunohi bo'lashaq, ham shu kishiga nosharlik ko'rsatgan uchun gunohi bo'lashaq. Ya'ni nosharlikni ko'rsatgan uchun da kishi gunoh qiladi. Ham shu nosharlik ortidan yaralar, ko'pmi yillar, ko'pmi asrlar, qiyomat kuniga qadar aning gunohisi anga borashaq. Demak, isibkish ishimlikni o'ylab chiqarib shuni sotuvchilar, yetishtiruvchilar, ularga Alloh subhanahu va taolaning gunohi borashaq. Ani qo'llangan uchun, sotuvchilar uchun, ishchilar uchun, butunisi uchun-da. Hatto o'lgandan so'ng da gunohlar borashaq. Kim narkotik, kimdir tamaki, shuning uchun narsalarga yo'l ochar ekan, anga gunohisi borashaq, hurmatli jamoat, qiyomat kuniga qadar agar tavba etmasa. Kimdir shirkka yo'l ochar ekan, turli putlar, sinlar, ana narsalar yasab qo'yar ekan, ham kishilar shu putlarga, sinlarga borib, o'zlarining mana shu gunohlarin, shirkiy amallarini qilarlar ekan, Alloh subhanahu va taolo ularga mana shu gunohlarini yozib qo'yashar. Ham qiyomat kuniga qadar shulay davom etashar. Kim nosharlikqa yo'l ko'rsatsa, ana mana shu gunohisi davom etib borashar, davom etib borashar. U o'lgandan so'ng da u kishi gunohini ziyarashar. Shunga ko'ra endi nosharlikqa yo'l ko'rsatuv o bek qo'rqinch narsa. Ham biz bir-birimizdan nosharlikqa yo'l ko'rsatuvchilardan ham albatta u nosharlikni birinchi ishlovchilardan bunga tegishli. Kirisincha biz yaxshilikqa yo'lni ko'rsatib, shu yaxshilikni ishlovchilardan bunga tegishimiz. Ham shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Min ajli zalika katabna ala bani Isroil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an." Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga yozib qo'ygan, farz etib qo'ygan, ya'ni bayonlab qo'ygan, ham bizga da u qo'ygan. Kimdakim haqsizga bir jon egasi bir kishini o'tirar ekan, u yer yuzida bo'lgan butun kishilarni o'tirgan kabi gunoh olashadi. Ham kim bir kishini qutqarar ekan, u yer yuzida bo'lgan butun kishilarni da qutqargan kabi ajr savob olashadi. Ham ilki qavmlarga da elchilar jibarildi, payg'ambarlar jibarildi, lekin ko'p kishilar shu elchilarni tinglamayshi. Yer yuzida isrof qilishlar bo'ldilar, ya'ni o'zlarining payg'ambarlari ortidan yermadilar. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, agarda kishi haqsizga ikkinchi bir kishini o'tirar ekan, u yer yuzida bo'lgan butun kishini o'tirgan kabi gunoh qilishadi. Shundan so'ng shu oyatni o'qigandan so'ng qaysi biz ayta olamiz? İslam dinida kishi o'tirgan ruxsat etilgan deb. Shu oyatni o'qib bilgandan so'ng qaysi kishi ayta oladi, islom dinida shulay ekan, islom dinida bulay ekan? Yo'q, hurmatli jamoat. Alloh subhanahu va taolo ayirmachi aytib qo'ydi. Kimda kim haqsizlar kishi o'tirsa, butun kishini o'tirgan kabi gunoh qiladi. Sen bir kishini o'tirasan ekan, Alloh saqlasin, butun kishini o'tirgan kabi gunoh qilasan. Bir kishini qutqarsan, butun kishini qutqargan kabi ajr savob olasan. Lekin bu kunda qo'y bir mu'min musulmonlar imonsiz kishilarning xabarlarda aytgan turli yolg'onlarini ishonib, musulmonlar shulay ishlaykan, musulmonlar tig'lay ishlaykan deb o'zlarini kimsitib o'tiralar janoban. Imonsizlarga ishonib bayramdi. Turli xabarlarga ishonib o'tirasiz tug'il, bizning dinimizni bilir uchun, o'rganir uchun xabarlar qarab, bizning dinimizda shulay ekan, bizning dinimizda tig'lay ekan deb o'tirasiz tug'il, borki Qur'onni ochib o'qirg'ana kerak. Qur'onda yozilgan bizning dinimiz.
Hadislerde yazılgan bizning dinimiz. Нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый, бөтенесе бәян ителгән Коръан һәм хадистә, хәбәрләрдә түгел, интернет шелтәрендәге түгел, новости блогларында түгел, теләсә инде имансызларның сайтларында түгел, Коръан-ы Кәримдә һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләрендә өйрәтелгән безнең динебез җәмәгать. Бездә күп кеше Бездә шушылай икән, безнең динебездә булай икән. Ни өчен? Чөнки менә хәбәрдә шушылай иттеләр, новости тегеләй иттеләр. Теге сайтта бөтенләй исламга кагылышы булмаган сайтта менә шушылай дип сөйлиләр. Шуңа безнең динебез алай икән дип уйлый җәмәгать. Юк, алай түгел. Алай түгел. Шуңа күрә инде без бар бездә гыйлем алып, шушы гыйлемне гамәлдә кулланып, үзебезнең динебезне белергә, үзебезнең динебезне өйрәнергә һәм яхшылыкка юл күрсәтүчеләрдән булып, начарлыкка юл күрсәтүчеләрдән булмаска тырышырга тиеш без булмаячак. Һәм шуңа эшләгән вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля әҗр савапларын да бирәчәк, кылган гамәлләребезне дә кабул итәчәк. Ва кулу каули һаза ва астагфируллаһ. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şuşu kıssada bulgan koysa bir faydalarını aytib o'tasi kerak. Birinchidan Qur'oni Karimda keltirilgan qissalar, ular bizga ibrat uchun, şuşu qissalardan dars olish uchun. Ham shu Qur'oni Karimda keltirilgan payg'ambarlar qissasi, turli shaxslar bilan bo'lgan qissalar biz ularni akiyat gibi qabul etishga tegish tugul, balki inanib, ishonib, biz uni qabul etishga tegishmiz. Bu haq. Akiyat gibi o'qiysi tugul ana. Ana dars olish uchun, ibrat olish uchun o'qirga kerak. Ham Qur'onda keltirilgan qissalar eng yaxshi bo'lgan, eng kerakli bo'lgan, eng ko'rkam bo'lgan, eng durust bo'lgan qissalar. Chunki bu Alloh taolo bizga so'ylagan, Alloh taolo bizga aytgan qissalar. Ikkinchidan kishi qurbon etayotgan bir narsani, sadaqami, qurbon sholimi, g'ushur sadaqasimi, boshqa turli sadaqami, bu ixlos ko'ngildan ishlanilgan tegish. Chunki Alloh taolo taqvo bo'lgan bandalarnikini qabul etadi. Taqvo bo'lmagan bandalarning qurbonligini Robbimiz Alloh subhanahu va taolo qabul etmaydi. Ham hadislarda da keltirilgan durustlikda Alloh taolo yaxshi, ham u yaxshi narsanigina qabul etadi degan. Shunga ko'ra mana bu narsada da biz bilirga tegishmiz. Qurbon boritik sista ko'ngildan, shin ko'ngildan, ixlosdan berilirga tegish. Ixlosdan ishlanilirga tegish bizning amal ibodatlarimiz. Shu ishroqdagina u amal ibodatlarimiz qabul bo'ladi. Shunday taqvoli hurmatli jamoat bizning qilgan amallarimizning qabul bo'lishina bir sabab. Chunki Adam alayhissalomning tigi imonli bo'lgan, taqvoli bo'lgan mo'layi narsadi. İnnema yetaqabbalullohu minal muttaqin durustlikda Alloh taolo bu amalni bortik taqvo bo'lgan bandalarnikini qabul etadi. Shunga ko'ra taqvo bo'lgandagina bizning amallarimiz qabul bo'ladi, ham kishi taqvolikka erishish uchun butun sabablarni ishlarga tegish. Shulay shu qissadan biz o'zimizga foyda, bizga birov nosharlik bilan bir narsani ishlayotgan biz ana nosharlik bilan qaytarga tegish tugul. Nosharlikka kirisincha yaxshilik bilan qaytarga tegish. Adam alayhissalom tugul molayika gibi sen menga qo'l ko'tarsan o'tirga deb. Men senga qo'l ko'tarishim tugul. Qarshisida obisi turib men seni o'tiram deb aytadi. Alloh sen meni o'tirsang da men seni o'tirmayishim. Bizda bugun nishik birov ikkinchi qardoshim noshar so'z aytar ekan, tigisi tog'idan nosharroq so'z aytadi. Ondan so'ng tigisi tog'idan nosharroq so'z aytadi. Ondan so'ng unisi suvga boshlaydi, tigisi qiyniy boshlaydi. Ham birga sug'ishib bir-birsin alla narsalarga erishtirgan mumkinlar. Amanda hurmatli jamoat, nosharlikda yaxshilik bilan javob qaytarishga o'rgatadi. Shu qissada, shu ibrat bizning uchun dars. Ham bu kishi Alloh taoladan qo'rqqan sababli shu nosharlikka yaxshilik bilan javob beradi. İnni axafulloh robbil alamin. Men seni o'tirmayman deb aytadi. Sendan qo'rqib tugul, balki Alloh taoladan qo'rqib, va alamlarning Robbisi bo'lgan Alloh taoladan qo'rqib. Shunga ko'ra kim Alloh taoladan qo'rqar ekan, u gunohli amal qilishga da qo'rqashadi. Ham biz o'zimizning bolalarimizni tarbiyalab o'stiramiz ekan, mana shunda masjidlarga olib kelib, Alloh taoladan qo'rqirga o'rgatamiz ekan, Alloh taolani yaratirga o'rgatamiz ekan, dinimiz bo'yicha yashashga o'rgatamiz ekan. Ular mana shuning kabi zo'r gunohlarni ishlamayishak, kishi o'tirib, kishi molini tiyib, shirk ishimliklar shu shirk qil, narkotik ham boshqalarini ishlamayishak, chunki ular aytashaklar, yo'q, men bu gunohlardan chetlasham, men g'alamlarning Robbisi Alloh taoladan qo'rqam deb. Kichkinadan tarbiyalamasak jamoat, Allah bizni bilmayishak.
Kichkinadan tarbiyalamasak, Alloh taoloni bilmayishadi. Kichkinadan tarbiyalamasak, dinimizni bilmayishadi. Shunga ko'ra bolalarni kichkinadan Alloh taoladan qo'rqishga, Alloh taoloni yaratishga o'rgatishga kerak. Shular jahannam o'ti zolim bo'lgan kishilar uchun, yer yuzida buzuqlik taratib yurishi kishilar uchun azirlangan loyiqli o'rin. Ular anda kirga haqli, ular anda kirga tegishli. Ham bu butun yer yuzida zulmlik ishlovchi kishilarga kesatuv bo'lib turadi. Sizning o'rningiz jahannam. Shunga yer yuzida bir buzuqlik ham zulmlik qilmag'iz. So'z bilan bo'lsinmi, amal bilan bo'lsinmi, aning uchun javob tutasi bor jahannam o'ti bilan. Ham shulay kimda-kim shu dunyoda biror noshar narsaga yo'lni ko'rsata ekan, anga gunohi borashaq, ham shu nosharlikni ishlovchilarning da gunohi anga borashaq. Shunga kimda-kim shirkka yo'l osha ekan, bid'atga yo'l osha ekan, gunohli amallarga yo'l osha ekan, ham boshqa narsalarga shunday ziyonli ham noshar gunohli amallarga yo'l osha ekan, anga shu yo'lni ko'rsatgan ishingda gunoh bo'lashar. Ham shu yo'ldan iyargan kishilarning butun gunohlari da anga da tushashak, tigilarga da bo'lashar. Shulay nafis havoga iyarining ziyoni bir qo'rqinish ekanligi turida foyda. Nafis havoga iyariga yaramay, chunki nafis havo u har vaqt nosharlikqa chaqiradi. Shulay agarda Alloh subhanahu va taolo biror amalni yengillaytar ekan, bu ali anglatmay, bu narsaning gunoh xayrli ekanligini ko'rsatmaydi. Tugul kishiga da Alloh taolo qorg'ash yuboradi, ham o'lgan mayitni ko'mirga eritadi. Tugul o'zining jinoyatini yashirga eritadi, lekin bu bit anglatmay. Shu amal yengillaytirilgan ekan, demak bu amal durust ekanligini yo'q hurmatchilar. Qayshaganda Alloh subhanahu va taolo kishi qilgan gunohlari, nosharliklari sababli anga o'zi ko'rsata gunohni, ya'ni yengillayta gunohli amallarga yo'lni. Ham bu yengillaytib birda anglatmay shu gunoh ishlov u yengil yesa, bu yo'l yengillaytirilgan, demak bu xayrli ekanligi yo'q. Shunga ko'ra agarda biror gunohli yo'lga yo'l yengillayar ekan, bu hali anglatmay shu gunohli yo'lni xayrli ekanligi. Misol kichkina misol birov xamir sota, ham biznes so'ngishli boradi. Biznes so'ngishli boradi. Demak u o'ylaydi, demak Alloh taolo o'zi yordam etadi, men shu biznesimda harom ishimni bilan yo'q, sen biznesga o'xshab borib, hali ko'rsatmay qo'yishning xayrli ekanligi. Xayrli ekanligini biz ko'ramiz. Alloh taolaning so'zlaridan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatdilar. Shunday ham bir foyda unda bo'lsa, adam bolalarining mayitin yerga ko'mib tegishli. Ham dinimiz bo'yicha shunga ko'ra mayitlarni yondiruv, qotiruv, ham boshqa narsalar ishlatuv olib tiyilgan, balki lahat olib tiyishincha yerlarga tegishli. Ham musulmon bandasimi, musulmon bo'lmagan bandami, u yerga ko'milirga tegishli. Musulmonlikqa tegishli shartlar o'talib, janozalar o'qib, kafnlar ham boshqasi. Endi imonsizlikqa nishik kerak shular, lekin shular yerga ko'miladi, yondirilmaydi. Shular o'tirib ul har vaqt o'kinish ham hasratga yetdi. O'tirgan kishi shu dunyoda hasratga ham o'kinishli bo'lishi. Ham shular bu ko'rsatda kishi o'tirining zo'r gunohli amal ekanligini, ham haqsizlar bir kimni da o'tirga yaramaydi. Hatto u shitibda kishi o'tirar ekan, ikkinchi birovni u shular gunohlar. Balki bu butun narsalar bor tik sudya hukm etuvchi hukmdor tarafidan uni boshqalarga tegishlidir. Ham shulay yo'q, elchilar ham payg'ambarlar ortidan iyarmau, u butun jamiyatga ziyon keltiradi. Shunga ko'ra biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatini yerga tegishimiz ham shulay payg'ambarlarga ergan vaqtda Alloh subhanahu va taolo bizga haq yo'lni, durust yo'lni ko'rsatishadi. Endi Alloh subhanahu va taolo shu qissadan olingan ibratlar, darslar bilan va'zlarga nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo bizning qilgan izgiliklarimizni qabul etib, qilgan xatolarimizni, gunohlarimizni kechirsin. Alloh subhanahu va taolo avru qardoshlarimizga shifo berib, vafot bo'lgan qardoshlarimizga qardoshlarimizni kechirib, o'rinlar jannatda qilsin. Alloh subhanahu va taolo avruqda, qayg'uda, hasratda bo'lgan kishilarga shu avruqlardan, qayg'u hasratlardan qutulishni nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo musulmon illarga tinchlik nasib bersin, o'zining yardamin, iminligini bersin. Alloh subhanahu va taolo dinga qarshi kurashchilarning shu makrlarni o'zlariga qarshi o'zlarini tavob berib qo'ysin.